aholiga ixtisoslashgan tibbiy yordamni ko'rsatish va uni jahon andozalariga olib chiqish to'g'risida davlatimiz rahbarining bir qator farmon qarorlari mavjud. Aynan mana shu farmon qarorlarining ijrosini ta'minlash borasida Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bilan Turkiya davlatining Istanbul shahrida joylashgan tibbiyot klasteri joriy yilning 5-8 fevral kunlari hamkorlikdagi reja imzolab, ya'ni memorandum imzoladik. Bugun tibbiyot sohasidagi rivojlanishlar quvonarli darajada. 2025-yildan boshlab Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi va Medical Park tomonidan hamkorlik memorandumi imzolanishi viloyat tibbiyotining yana bir yutug'idir. Bugun ushbu hamkorlik asosida viloyatimizga bir qator turkiyalik mutaxassislarning dastlabki tashrifi amalga oshirilgan. Bunda ko'zlangan asosiy maqsad esa o'zaro tajriba almashish albatta. Bu Farg'onaga hamkorlik asosidagi ikkinchi tashrifimiz. Bugun biz farg'onalik bemorlar uchun malakali shifokorlarimiz ishtirokida navbatdagi bepul ko'rikda ishtirok etmoqdamiz. Tashrifdan asosiy maqsadimiz katta tajribaga ega bo'lgan shifokorlarimiz orqali hamkor shifoxona xodimlarini malakasini oshirish va o'zaro fikr, tajriba almashish. Va o'ylaymanki, hamkorlik asosida tashkil qilinayotgan bu jarayonlar faqatgina boshlanishi. Memorandum kelishuvida ikki mamlakat tibbiyot sohasi yetakchilari ishtirokida guvohi bo'layotganimiz kabi tibbiy ko'riklar, jarrohlik amaliyotlarini hamkorlikda o'tkazish va bu orqali tibbiyotni yangi bosqichga ko'tarish nazarda tutilgan. Bu har ikkala tomonning imkoniyat va tajribalarini o'rganish va amaliyotga tatbiq etish uchun zamin yaratadi. Bugün Özbekistan'ın güzel kenti Fergana'dayız. Bugun O'zbekistonning go'zal shaharlaridan biri Farg'onadamiz. Kasbdoshlarimiz bilan birgalikda Farg'ona ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bemorlar uchun tibbiy ko'rik tashkil qildik. Hozirda 3 yo'nalish nevrologiya, travmatologiya, neyroxirurgiya bo'yicha bemorlarni ko'rikdan o'tkazyapmiz. Bu hamkorligimiz davomiy tarzda olib boriladi. Shu o'rinda qardosh xalqimizga mehmondo'stlik uchun tashakkur aytamiz. Olduğumuz hastalarımızın da kontrollerini sağladık. 3 yildan beriga mana shu belimda og'riqlar bilan har xil doktorlarga uchradim. Endi hozir men Turkiyadan doktorlar kelgan ekan, shularga uchradim. Kasalimni aytib berishdi. O'zlari ham Turkiyada davolarim uchun yordam berishlarini aytishdilar. Bugungi zamonaviy tibbiyot uchun bu kabi hamkorliklar, fikrlar xilma-xilligi, mutaxassislar almashinuvi kabi jarayonlar juda muhim. Globallashuv jarayoni esa inson omilidan hatto tibbiyotda ham tez o'rganish, zamonga moslashish, har qanday yangilik bilan ishlay olish talabini qo'ymoqda. Bunda esa bizga ayonki, o'z ishini ustasi bo'lgan xorijiy hamkorlar bilan do'stona aloqalar va ular tajribasini o'zlashtirish qo'l keladi.